Biroq shu ham haqiqatki, mehr qozonganlar mehr berishni biladigan zotlardir. Xudoy xalqqa mana shularni aytib ko'p nasihatlar qildi. Endi u hamma sinovlarni ortda qoldirdi. Men bilan bo'lgan barcha kurashlarda g'olib bo'ldi. Nafsini jilovlab olgan irodali insonga aylandi. Endi bizning o'rnimiz almashib qolgan edi. Kuchsiz, notavon bo'lgan men edim. Kuchli, irodali esa Xudoy edi. Xudoy 8 yil mobaynida kichik Ayosofiya madrasasida ilm o'rgatdi. Nasihatlar, va'zlar qildi. Istanbuldagi kibor olimlar orasida ham alohida hurmat e'tiborga ega bo'ldi. Hatto Usmoniylar davlatining eng ko'zga ko'ringan vazir va ulamolari Xudoyning so'zini tinglaydigan, tavsiyalarini oladigan bo'lishdi. O'sha davrdagi Usmoniylar saltanati podshohi Sulton Murod ham Xudoyga ixlos qo'ygan, har doim unga hurmat bajo keltirar edi. Zero dunyoga hukmron bo'lgan inson dunyo hukmdorligini tashlab, uni rad qilgan insonga ta'zim qilishi to'g'ri va lozim edi. Ana shunda men angladimki, nafsiga qul bo'lmagan inson dunyoga hukmron bo'lar ekan. Aslida Sulton Murod Xudoyini eskidan tanir edi. Sultonlik davrining ilk yillarida ota-bobolarining qabrini ziyorat qilish uchun Bursaga kelganida, dong'i tillarda doston bo'lgan Uftodaning xonaqohiga ham kelgan, undan o'gitlar olgan edi. Bursadagi qoziligini, mol davlatini tashlab, mana shu yerga kelgan Xudoyi haqida o'shanda eshitgan, ammo yuzma-yuz kelmagan edi. Zero u paytlarda Xudoyi nafsi bilan, ya'ni men bilan kurashayotgan, qimmatbaho zarbof qozilik to'ni bilan bozorda jigar sotayotgan, burnimni yerga ishqayotgan edi. Sulton Murod Xudoyini o'z ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa ham, uning ta'rifini Uftodadan eshitgan edi. Hatto Uftoda gap orasida Mahmud afandi senga omonat degan ham edi. Sulton Murodning Xudoyiga ehtirom ko'rsatishining asosiy sabablaridan biri ham shu edi. Ammo podshohning e'tibor qaratishi ham, xalq orasidagi hurmati ham Xudoyining qalbida zarracha kibrga sabab bo'lmadi. Xudoyining ko'zida dunyoning sultoni ham bir, sultonning quli ham bir edi. Birini podshoh, ikkinchisini qul deb ajratmas edi. Uning nazdida hamma birdek inson edi, o'zini esa ularning xizmatkori deb bilar edi. Bu ham menga azob berar, ammo avvalgidek og'riqli yaralar qoldirmas edi, chunki endi men ham Xudoyning kamtar, mutavozi bo'lishini istab qolgan edim. Avval ham aytganimdek, men ham o'zgarib unga o'xshab qolgan edim. Xudoyning Istanbuldagi ilk yillari mana shunday o'tdi. Biror kunini Alloh yo'lida biror xayrli ish qilmasdan o'tkazmadi. Meni bir daqiqa bo'lsa ham xoli qo'ymadi. Ro'zadan voz kechmadi. Allohning kalomidan boshqa kalom aytmadi. Kam yedi, kam uxladi, nafsini qiynashda tinmay davom etdi. Nimaga u bunchalar o'jar edi? Nima uchun aytgan qabilida ish tutar edi? Ochig'i bilmayman. Chunki men endi uning so'zidan chiqmay qolgan edim. Uning quliga aylangan edim, ammo Xudoyiga bu ham kamdek tuyular edi. U to'xtamasdan, zerikmasdan, erinmasdan nafsiga qarshi jang qilar edi. Ana shunday kunlardan birida Xudoyi darsini tugatib, madrasaning yonginasidagi hujraga kirgan ham ediki, eshik taqillab qoldi. Tashqaridagi kishi 3 marta taqillatgach, ijozat so'rab ichkariga kirdi. Mehmon saltanat podshohi Sulton Murod edi. U o'sha kuni saroyidan chiqib, oddiy kiyimlar kiyib, madrasaga kelib, ko'nglining shifosi, Xudoyining suhbatini bir chekkada tingladi. Xudoyi yana ishq bilan to'lib, toshib, qaynab, jo'shib, ko'nglidagini tilga to'kdi. Mol mulk tugaydi. Sevgan narsang bir kun qo'lingdan ketadi. Bu umr albatta o'tadi. Foniy dunyoga yalang'och kelgan inson undan ham yalang'och ketadi. Biz mana shu hech narsasiz kelgan yalang'och holimizga oshiqmizmi? Egnimizda yamoq to'n bo'lsa nima-yu, ipak to'n bo'lsa nima?
Dunyo hech qachon bizniki bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Lekin sizlarga bir mujda berayinki, narigi tarafda to'liq bizniki bo'lgan bir dunyo bor. Narigi dunyoga tayyorgarlik ko'rishingizga nima xalaqit qilayotgan bo'lsa, oyog'ingizdan chalayotgan bo'lsa, bilingki, ana o'sha nafsdir. U sizning ochiqdan ochiq dushmaningizdir. Nafs sizning sulton yoki qulligingizga qarab o'tirmaydi. Oxir oqibat xizmatkor ham, podshohning ham boradigan joyi qora tuproqdir. Bu dunyo yo'lda tahorat qilish uchun to'xtab kirib o'tiladigan karvonsaroy xolos. Tahoratni qilib yana yo'lda davom etaylik, do'stlar. Xudoy shunday dedi-yu, darhol tilidan ushbu misralar chiqdi. Bir podshohga banda bo'l, dargohi sarob bo'lmasin. Mangu ishqi vatanda bo'l, sarg'ayib xarob bo'lmasin. Bahraro sho'ng'iyu sayr et, g'avvosdek nafsda sabr et. Ko'ngil javharin xayr et, topganing jabr bo'lmasin. Chin oshiq bo'lsa gar soliq, ko'rinur birru bor xoliq. Shundayin mulkka bo'l molik, hech kimsa tortib olmasin. Behuda so'z tark aylagin, insof kamarin boylagin. Ko'ngil mulkin avaylagin, ruhing sharmanda bo'lmasin. Kun o'tkazma qo'l soniga, ko'ngling mahvet imoniga. Bo'ysungin haq farmoniga, oxiring armon bo'lmasin. Ul ostonada tur qoyim, ishq maqomida bo'l doim. G'ayb ilmin ochsa Xudoyim, hatto malaklar bilmasin. Sulton Murod bu gaplarni eshitib, ko'ngli bo'shab, chiday olmay Xudoyning huzuriga kelgan edi. Xudoy eshikdan kirib kelgan kishining Sulton Murod ekanini ko'rib, darhol o'tirgan joyidan turdi. Sulton Murodni eshik oldida kutib oldi. Sulton ham Xudoyga tavozi ko'rsatdi. Hujraning mehrobi tomon birga qadam tashladilar. Bir chekkaga tizalab o'tirdilar. Sultonim, dedi Xudoy, meni ma'zur tutasiz. Istanbuldagi bir joy. Bugun sen har kelganni Xizr deb bilmoq. Eshik qo'ng'irog'i xayolimni bo'lib yubordi. Kitobning ichiga kirib, uning olamiga sho'ng'ib ketgan ekanman. Asardagi har bir voqeada xuddi u yerdagi 3-odamdek bo'lib qolibman. Eshik qo'ng'irog'i jiringlamasa 2 soatdan beri tik turib o'qiyotganimni his qilmagan bo'lardim. Xayolimda faqat kitobdagi so'zlar uchib yuribdi. Kechadan beri nimalar qilayotganimga o'zim ham hayronman. Ehtimol hayotimda bir bo'shliq borligi uchun ham mana shu qissaga mahkam yopishib oldim shekilli. Zaldan chiqib eshikni ochish uchun bordim. Lekin kitobni qo'limdan qo'ymadim, chunki yana o'qishda davom etmoqchiman. Kun botib, osmon qoraya boshlabdi. Asta-sekin unga ham qorong'ilik cho'kdi. Eshikning yon tomonidagi devorda turgan tugmani bosib, chiroqlarni yoqdim. Keyin eshikning teshigidan tashqariga qaradim. Hech kim yo'q. Kim u? deb ovoz berdim. Javob kelmadi. Eshik qiya ochilsin deb zulfini ilib qo'ydim. Sababini bilmadim-u, biroz qo'rquv bosdi. Eshikni sekingina ochgan edim, ilib qo'yilgan zulfin eshikning to'liq ochilishiga xalaqit qildi. Tashqariga yana qarab ovoz berdim. Hech kim yo'q. Zulfini tushirib eshikni katta ochdim. Yana hech kim yo'q. Balki eshik qo'ng'irog'i chalinmagan-u, menga shunday tuyuldimikin? Yoki kimdir qavatlarni adashtirib, qo'ng'iroqni adashib bosib, keyin xijolat bo'lib ketib qoldimikin? To'g'risi bilmadim. Eshikni yopib yana zal tomon qadam bosgan ham edimki, qo'ng'iroq takror jiringladi. Endi haqiqatan ham cho'chib ketdim. Biroz qo'rqdim. Qadam tovushlarimni hech kim eshitmasligi uchun oyoqlarimning uchida yurib eshikka yaqinlashdim. Eshikning ko'zidan yana qaradim. Ro'parada keksa bir odam turardi. Yana bir marta diqqat bilan qaradim, lekin tanimadim. Oppoq sochli, ko'zoynakli, soqoli yo'q ammo tekis mo'ylovli, taxminan 60-70 yoshlardagi kishi ekan.
Kim u? So'radim yana. Kechirasiz, bezovta qildim, dedi u. Men sizni tepangizdagi uyda yashayman, bir narsa so'ramoqchi edim. Otaxon yuqorida yashayapman deyapti, lekin ishonchim komilki bu kishini hech qachon ko'rmaganman. To'g'ri, bu binodagi odamlar bilan bordi keldi ham qilmayman. Eshik ortida turgan amakiga yana bir bor nazar soldim. Keyin eshikni ochdim. Biroz hadiksiraganim rost, ammo ichimda qandaydir ishonch ham bordek edi. Eshikni ochgach amaki o'zini biroz to'g'rilagandek bo'ldi. Assalomu alaykum, keling, biror yordam kerakmi? Dedim. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz o'g'lim? Dedi u. Tepangizdagi qo'shningiz mening o'g'lim bo'ladi. Uni ko'rgani kelgan edim. Eshik qo'ng'irog'ini rosa bosdim, lekin hech kim javob bermayapti. Baxtga qarshi men telefon ishlatmayman. Malol kelmasa telefoningizdan o'g'limga qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Haligi amakiga yana bir marta diqqat bilan qarab qo'ydim. Ishonsa bo'larmikin deb o'yladim. Xayolimdan hozirgi zamonda hech kimga ishonib bo'lmay qoldi. Shuning uchun odamlar bir-biriga yordam bermaydi degan gaplar o'tdi. Biroz qo'rqdim, hatto yo'q deb undan tezroq qutulmoqchi ham bo'ldim. Lekin keyin kitobdagi gaplar esimga tushdi. Birortasiga yordam qo'lini cho'zayotganingda seni aynitib yaxshilik yo'lidan to'sadigan ham menman, degan edi nafs. Ichimga qo'rquv solgan ham nafsimmikin deb o'ylab qoldim. Yana bir bor amakining yuz ko'ziga zimdan qarab chiqdim. Ichimdagi ovoz yordam berishini istamasa ham kitobning ovozini eshitishga qaror qildim. Albatta bemalol deb cho'ntagimdan telefonimni chiqarib amakiga uzatdim. U avvaliga chiroyli tabassum qilib qo'ydi, keyin esa "Uzr o'g'lim, men bunga tushunmayman-da", dedi. So'ng kostyumining ichki cho'ntagidan uncha qalin bo'lmagan eski daftarcha chiqarib menga berdi. "Mana shu raqam o'g'limniki, raqamni terib bersangiz yaxshi bo'lar edi", dedi. Xo'p degan ma'noda boshimni silkitib, amakining qo'lidagi daftarchani oldim. O'g'lining raqamini terib qo'ng'iroq tugmasini bosib amakiga uzatdim. Ko'zimni amakidan uzmadim. Ichimdagi ovoz meni vasvasaga soldi. "Telefoningni begona odamga bekor tutqazding. Yordam bermasliging kerak edi. Boshidayoq bir bahona bilan o'zingdan uzoqlashtirishing kerak edi", deb shivirladi. Amaki bir necha soniya telefonni qulog'iga tutib turgach, qaytarib menga uzatdi. Amakining ko'zlari to'lib turgan edi. Balki menga shunday tuyulgandir. "Ko'tarmadi", dedi u bir necha bor yutinib. "Mayli, kutib tura qolarman. Uzoq joydan kelgan edim. Ayb o'zimda, xabar bermay kelaveribman-da. Baribir keladi-ku, sizga katta rahmat o'g'lim, rozi bo'ling." "Hechqisi yo'q, hech narsa qilmadim-ku, amaki, arzimaydi", dedim. Amaki ortiga o'girilib keta boshladi. Birdan o'ylanib qoldim. Vijdonim, axir bu odam uzoqdan kelgan bo'lsa, o'g'li qachon keladi, Xudo biladi. Bu bechora shuncha vaqt nima qiladi, uyga taklif qilsammikin, deb shivirladi. Ammo shu zahot nafs o'rtaga tiqildi. Qo'ysangchi, qayoqqa borsa borsin, tanimagan bilmagan odamni uyingga kiritasanmi endi, deb vaysadi. Ikki o't orasida qoldim. Sekin-sekin qadam tashlab ketayotgan odamning ortidan qarab qoldim. Ko'nglimdan meni yaxshilik yo'lidan qaytarayotgan narsa rostdan ham nafsimmikin degan savol o'tdi-yu, beixtiyor "Amaki" deb chaqirdim. U ohista ortiga burilib ko'zlarimga qaradi. "Amaki, o'g'lingiz kelguncha biznikida o'tirib turing", dedim. Uning qop-qora ko'zlari ko'zimning ichiga qadaldi. Tabassum qildi. Shunday tabassum qildiki, endi undan butunlay qo'rqmay qoldim. Hadiksirashlarimdan asar ham qolmadi. Qo'limdagi kitobni ikki devanning o'rtasida turgan xontaxtaning ustiga qo'yib, choy damlab kelish uchun oshxonaga ketayotib, amaki kitobni qo'lga olganini ko'rdim. Patnisda choy olib kelib xontaxtaning ustiga qo'ydim. Amaki choyni qo'liga olish uchun egalayotib kitobni olgan joyiga qo'ydi. Men amakining ro'parasidagi devanga o'tirdim. Tanimagan odamingiz bilan bir joyda o'tirib qolganingizda nima deyishni, nimadan so'z ochishni bilmaysiz-ku.